Klient o'zi olib beradigan dimoxod bilan gazni olib beradi, joyiga olib borib teshib o'rnatib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha borib o'chkash, olib borib berish, uстановкасы hamma yo'q ichida turishi kerak. Menga razmerini aytib yuborsangiz, necha pulga bitadi mana shu turishi? Shu narsamizdan aka to'g'risi ishonamiz ko'p. Cheklanmagan miqdorda desak ham bo'laveradi. Misol uchun imini mashinadan zakaz qiladigan bo'lsa, hop. Shu turishini aka hozir 240 ga joyga tushaveradi bu mebelimiz ham. Buni aka 3.200 ming so'mdan O'zbekiston ichiga dastavka qilib beramiz. Baba qanday bo'ldi bu ish jarayoni? Zo'r. Mana Andijondan Akmal degan bola keldi. Mana shuni bizlar bilan hisob-kitob qilib, dogovor qilib tushdi. Yaxshi, zo'r. Bizlar ko'nglimizga o'tirdi qilgan ishlari. Narxi juda ham yaxshi. Moyka semisetr ichida qilib berganmiz. Moykani har doimgidan ham yaxshisidan qilib berganmiz. Bir qator ishlargacha olib ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Original zo'ridan. Qo'shimcha mana bu taxtagachlari ham buni ichida keladi. Gazatellar ichida. Shu turishi qanchaga tushyapti aka? Shu turish aka, hop, bir hafta yog'ida o'rnatib berdik-da, 10 kun ustiga qo'yganmiz. Bir haftani yog'ida chiroyli qilib o'rnatib berdik. Biz 100% rossiyskiy laminatda tayyorlangan mebelimiz. Hop, pagonometrini 2400 ming so'mdan olib chiroyli qilib yasab berganmiz. Har bir mujikka, aka-ukalarimizga, shu ayoliga, onalarimizga mana shu chiroyli oshxona mebellarini qilish nasib qilsin deb qolamiz. Har bir ayolning orzusi bo'lsa kerak bunaqangi oshxona mebellari. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bugun do'stlar Samarqanddamiz. Samarqandda vodiylik usta akamiz Akmaljon aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor charchamayapsiz aka. O'tib ketgan bo'lsa ham xayrlar bilan yana bir bor. Xo'p, ko'pchilik so'rashganda mana vaqti kelibdi, anchadan beri chiqarmagandi kuxinniy mebellarni mana haqiqiy ustalardan. Usta akamiz endi bilasizlar, haqiqiy ustalar sal kamtarroq bo'ladi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Hozirgi turgan joyimiz qayer aka, manzillarimiz? Samarqand shahar Dallagir bozori. Dallagir eng katta bozor ekanda Samarqandda. Atroflardan bitta ko'rsatib qo'ying-da. Katta ekan, kelsangiz boshqa mebellardan bemalol topib ketasiz. Xo'p, aka, bu Samarqandda qanchadan beri faoliyat yuritasiz? O'rtacha bir 2 yil bo'lib qoldi aka. 1 yil, 1,5 yil atrofida shu yerda ishlayapsiz. Qilingan ishlaringiz bor. Bozordagi vitrinani ko'rsatib o'tamiz, narx-navolar bilan tanishtirib, keyin qilingan ishlarni uylariga borib yoritib beramiz. Narx-navolari barchasini ko'rsatib o'tamiz. Pastda nomerlar qoldiramiz har doimgidek. Aka, 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz, nima deysiz? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. Sizlar qani bo'lmasam biz birinchi mebelni ko'rsatib boshladik. Birinchi mebelimiz aka, hop, 4 metrga 2 joyga tayyorlangan mebelimiz. Hop, materialga keladigan bo'lsak, Kashtan firmani akrildan qilganmiz, biz Sveta Mokri. Hop. Bu moyish-a? Bu moyish.